Amirim, sizlar anzay ko'rgam. Shu video qo'yish to'xtatganimdan qancha bo'lib ketgandan keyin bilasizlar. Va men yangi akkaunt oldim yana. Bu akkaunt obzor qilamiz endi. Mana 3x suite, sarjini, keyin mefiklar bor. Yugurib keladigan havo mefiklar, ko'p mefiklar bor. Akkauntda 110 ta mefik bor. Kiyimlar ham bor, normal. Kaskalarga o'tamiz. Birinchi sezon kaska, letni kaska. Keyin yana kaskalar bor. Boshga o'tamiz. Boshga saytdan telefon qilyapti. Boshlarini ko'rishingiz mumkin. Normal boshlar ham bor. Mana ochkalarga qizil lenta bor. Eng muhimi keyin yuzga, keyin kapshonga. Mana sumkalardan faron sumka bilan sezon. Yana sumkalar bor. Pastki ishtonlardan oyoq kiyimlar. Endi mashinalarni ko'rsak. Mashinalar ancha ko'p, odamga qiziq bo'lsa kerak. Endi adabiyot o'tish kerak edi hammaylar. Laboratoriyaga kiramiz. Vektor bu ikkinchi daraja, Berelbar 24/4 bu ikkinchi daraja ekan, bu birinchi daraja. MG3/4 pichoq 1, MP 3 daraja, DP 2, SRR 1, arbalet 1, DBS 3 daraja, bu birinchi daraja ekan. Skorotka 3 daraja, Bizon 3 daraja, Thompson 1, SLR 1, Uzi 1. Pichoq 3 qilingan, M16 birinchi daraja va MP16 5 daraja. Yana AVM bu birinchi daraja. Bu Arjun 1, Scarl 3. Bu Arjunlar endi hech kim qiziqmas kerak. Chiqamiz. Kolleksiyaga kiramiz. Kolleksiyasi 59, 110 ta mefik, 32 ta prokachka, 3x suite bor. Bu akkaunt zava olingan. Rasmlari hozircha. Ramkalardan zava bor. Eng muhimi ramkalar shular. Akkaunt o'zi cho'tka akkauntcha. Mana akkaunt obzori. Aytgancha men eski klanga qo'shilganman. Yana kim eski klanga qo'shilmoqchi bo'lsa, Telegramdan hozir pastga Telegram qoldiraman. O'sha Telegramga yozamiz. O'sha Telegramga yozsalaring, eski sportsda proverka qilib olamiz. Yana men o'zim akkaunt sado ochganman, kimga kerak bo'lsa Telegramdan yozaveramiz.